Faqat shu shart bilanki, orasidan o'ta oladigan darajada shakl berishingiz kerak. Bargni sarg'ash nima deysiz? Balgini sarg'ayishi ko'p narsa sabab. Eng birinchi, eng asosiy sabab o'rgimchak. Mana qarang. Mana shu bargni orqasida o'zi asl lupada ko'rinishi kerak-da, mana mayda tochkalar. Mana shu o'rgimchak kana. Bu qizil yirik bo'lib, qizil rangga aylanib ketadi. Bu bargni asosiy yeydigan narsa shu. Bunga bilasizmi? Maspilan bor. Maspilan. Keyin akarogol bor. Akarogol. И silver. Kasallikka deb beryapti. Mana bu hasharotni ta'siri emas bu. Kasallik bu. Yo'q, men shuni bargni sarg'aygan dedim-da. Bara sarg'aygan. Sizga kasallikka qarshi preparat berdi. Bu hasharotga qarshi emas bu. Bu kasallikka qarshi beryapti buni. Sizda kasallik yo'q. Kasallik emas bu. Sizda hasharot turibdi. Narini ko'rdingizmi? Tepada ham sarg'aygan joylar limonlar ko'rdingizmi? Jiya tepasiga chiqib ko'rmadim. Lekin mamnunizdan bo'ldim, bu yerdachi bu kasallik emas. Mana qarang, gulni chirishini ko'rsatib qo'yibdi. Mana sizda hech qanaqa gulni chirishi yo'q. Siz menimcha muz ko'pirosi sepganmisiz yo'q bilmadim-ku. Sepgan yo'q. Muz ko'pirosi bundan ko'ra kasallikni chirishini darrov oladigan narsa shu. Buni kasallik uchun foyda olib qoladi bu. O'zi sog' o'simlikka siz yana sefatsizlik. Bu befoyda olib qoladi buningiz. Mana ko'rdingizmi olimlar? Gold plan. Mana gold plan bu mas plan bor. O'shani zaminitili. Mas plan bor, entas plan bor, gos plan bor. Mana bu gos plan. Mana bu o'rgimchak kanaga qarshi. Lekin buni bir o'zi emas. Buni silverga aralashtirib sepish kerak. Silver. U shira dorida darrov uni yo'qotadi. Katta. Lekin sizda juda anaqa emas. Sizga gapingizni bo'lsam ham biz uni monoga qarshi sepdik biz. Mana ishlaydi. shuni men qarang. Ko'pchilik mana shunga qarshi dori sepishyapti. Bu o'zi nima degan savol tug'iladi. Limonni bargi da doim ikkita proses kechadi. Bittasi fotosintez, sintezlash. Ikkinchisi transpiratsiya. Transpiratsiya degani bu yerdagi namlikni olib bargi orqali parlatib turadi. Harakatda qon aylanishi bo'ladi-ku organizmda. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Ildizdan kelayotgan namni olib mana bu parlatib o'zini namligini saqlab turadi. Agar bu yerda namlik saqlanmasa bu quruq bo'lib qoladi. Bu nima uchun yam-yashil bo'lib turibdi? Sababi bu transpiratsiya, bu suvni chiqazyapti bu yoqqa. Parlatib turibdi. Endi qish oylarida siz buni hamma yoqni o'rab qo'yganingizdan keyin namlik ko'tariladi, buning ichida quyosh kamayib ketadi. Shuni hisobiga mana bu transpiratsiya parlatayotgan suv bor, balki chiqadi, parlana olmaydi. Bunga chang ham o'tiradi. Boshqa o'tiradi, iflos o'tiradi. Xuddi shunaqa mog'or bo'lib qoladi. Bu kirdi, qo'lingiz kir bo'lib qolgandek narsa. Endi buni yo'qotish uchun siz mana uni emas, buni emas. Siz bunga mana 10 litr suvga 10 litr suvga bitta osh qoshiqda gel. Idish tovoq yuvadigan gel. Shuni soling, aralashtiring deb dori sepadiganni bularga bering. Shunda ilib osiladi. Bitta cho'miltirib osiladi, mana oppoq bo'lib hammasi tushib ketadi.